Yana bir milliy sertifikat savoli. Hisoblashimiz kerak. 10 ning kvadrati, 11 ning kvadrati va hokazo kvadratlar yig'indisini 146 ga bo'lgandagi natija. Demak, biz kvadratlar yig'indisini topish formulamiz bor bizda. Buni birgalikda o'rganganmiz adashmasam. Va hokazo n ning kvadratigacha bo'lgan kvadratlar yig'indisini topish formulasi n plus 1 2n plus 1 taqsim 6. Endi bu formulani misolimizga tatbiqini ko'ramiz. Demak, bu yerda 10 ning kvadratidan boshlanganligi uchun bu formula albatta 1 ning kvadratidan boshlanganidagina ishlaydi. Demak, 2 marta qo'yamiz formulaga. Bir marta 1 ning kvadratidan 14 ning kvadratigacha bo'lgan kvadratlar yig'indisi, ikkinchi marta 1 ning kvadratidan 9 ning kvadratigacha bo'lgan kvadratlar yig'indisi. Ikkalasini farqini olsak, suratidagi natija kelib chiqadi. Demak, n ning o'rniga bir marta 14 qo'yaman. 14 ko'paytirilgan 14 ga 1 ni qo'shsak 15, ko'paytirilgan 14 2 ga ko'paytirib 1 ni qo'shamiz. 29 taqsim 6 ayrilgan. Endi n ning o'rniga 9 ni qo'yib chiqamiz. 9 ni qo'yadigan bo'lsak 9 ko'paytirilgan 10, 9 ni 2 ga ko'paytirib 1 ni qo'shsak 19 taqsim 6. Mahrajda 146 turaveradi. Demak, bu yerda 6 bilan qisqaradi. 14 2 ga bo'lsak, buni 2 ga bo'lsak 3 qoladi. Bu yerda 7 qoladi. 3 bilan 15 qisqaradigan bo'lsa 5 qoladi. 6 bilan 9 3 ga qisqaradigan bo'lsa, bu yerda 3, bu yerda 2, 2 bilan 10 qisqaradigan bo'lsa 5. Demak, 35 ko'paytirilgan 29 ayrilgan 15 ko'paytirilgan 19 taqsim 146. 35 ni 29 ga ko'paytiradigan bo'lsak 1015, 15 ni 19 ga ko'paytiradigan bo'lsak 285. Ikkalasini ayiramiz. Natijamiz 730 taqsim 146. 730 146 ga bo'ladigan bo'lsak 5. Demak, hisoblaganimizda natija 5 ga teng bo'lar ekan.